Qadrli do'stlar, yana kelgan joydan davom ettiramiz. O'tgan darsimizda Python string bo'limini o'tdik. Endi slicing string. Slicing degani o'zi bo'lish degani. Xo'p, kelinglar, nima bo'lish nimani bo'lamiz. Xo'p, biz ham stringni bo'lishimiz kerak. Masalan, kimdir ism familiyasini qo'shib yozib qo'ygan bo'lsa, bo'lishimiz kerak bo'ladi va hokazo va hokazo. Ya'ni biz qo'limizda turgan stringni qanchadir qismini kesib olishimiz mumkin, o'zimizga kerakli qismini. Masalan, get the character from masalan hello world'da ikkinchisidan 5-gachasini kesib olmoqchiman. Ya'ni ikkinchisidan 0, 1, 2 dan boshlaydi. L dan 3 ta oladi, 2 ni oladi, 3 ta oladi, 4 ni 5 ta olmaydi-da. 5 dan bitta olding, ya'ni mana o'ng tomonda bergandan bitta olding 4. Ya'ni 2 bilan 4 ni oladi. 2, 3, 4. L, L, O degan harflarni olish kerak mana. Xuddi shu narsani nazarda tutgan. Mabodo buni 6 deganimizda mana bu 5, bo'sh joy 6 edi. Bo'sh 6 ni olmaydi-da. L gacha, ya'ni 5 gacha shu 4 talasini oladi. Xo'p, run tugmasini bosamiz va tekshirib ko'ramiz yana. Xo'p, mana xuddi shu biz aytgandek bo'ldi. Xo'p, keyingisi slice from the start, ya'ni boshidan olib ketadigan bo'lsa, masalan, bizga boshidan 6-gachasi kerak. Unda boshiga 0 qo'yib o'tirmasdan, hech narsa qo'ymasak ham avtomatik 0 deb tushunib ketadi. Shunda 6 gacha hello virgul chiqib keladi mana. Hello virgul. Mabodo virgul kerak bo'lmasa, buni x qilamiz. Yo'q. Uzr, buni 5 ta qilib qo'yamiz, bo'ldi. Shu bilan bizda hello degan so'zni o'zi kelib chiqadi. Xo'p, endi yana nimasi bor? Oxirigacha kesmoqchi bo'lsak, masalan, bizga 2-dan yoki 5-dan masalan ko'rdik 0, 1, 2, 3, 4, 5 bu ekan. 5-dan masalan mana oxirigacha demoqchi bo'lsak, oxirini hech narsa demasak, o'zi 5-dan oxirigacha ketaveradi. 5-ni oladi, bilasizlar. 5-chi bizda virgul, virguldan boshlab oxirigacha kesib oladi. Mana. Qisqagina shu. Hop, negative indexing. Hozircha bu negative indexing umuman kerak emas. Chunki o'zi boshqa dasturlashtirishlarda deyarli bu narsa yo'q. Masalan, C++, C#larda. Prosta Python o'zi qulaylik uchun qo'shib qo'ygan. Ba'zi joylarda qulay rostdan ishlatib ketgani, lekin nima ishlatmasa ham bo'ladi. Mana shu indeks. Ya'ni bizda indexing nima deyiladi? Index degani o'sha. Masalan, ko'chada turgan bo'lsak, 5 ta mashina turgan bo'lsa, 1, 2, 3 deb sanab ketamiz. Sanoq sonda. Bunda dasturda indeks bo'ladi. Indeksda sanamaydi, 0 dan boshlab ketadi. O'sha birinchida turgan 0, 1, 2, 3, 4-chi turibdi deb sanab ketadi. Ya'ni ko'chadagi tartib sonimizdan bitta orqada yuradi xolos. Masalan, mana bu joyda ko'chada 5-da turgan mashina bu dasturda 4-indeksda turib qoladi. Shu bitta muammo, shu bitta surilgan, shuni tushunish ozgina muammo bo'ladi, lekin bitta example harakat qilib ko'rilsa muammo emas mana. Xo'p, what will the result of the following code deyapti mana. 3 dan 5 gacha qilsa nech chiqadi mana? 0, 1, 2, 3 keladi. 3 ta oladi, 4 oladi, 5 ta olmaydi. K O chiqadi, ya'ni CO. Mana correct answer. Keyin qo'yishga o'tamiz. Xo'p. LLO chiqish uchun 2 dan 4 gacha bo'lish kerak ekan. Xo'p, TXT to'g'richa qaus 2 ni qo'yamiz va xo'p. LLO chiqish uchun 2, 3, 4 chiqish uchun 5 qo'yishimiz kerak. Mana. Submit, correct bo'ldi. Next o'tamiz. Xo'p, 3 dan oxirigacha deydigan bo'lsa, 0, 1, 2, 3 kam bo'ladi. Shu bilan example tugadi. O'zlaring PyCharmda yoki onlayn kompilatorda ochib, 2 xil, 3 xil, har xil boshqa so'zlar yozib, kesib ko'rib, shuni bajarib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman.